chiziqli funksiyalar. Xo'p, koordinatalar sistemasini bilamiz nimaligini hamma. Absis o'qi qaysi biri? Qaranglar mana. Mana bu x o'qi deymiz, absis o'qi hisoblanadi. Tushunarliga? Y o'qi ordinata, to'g'rimi? Koordinata bosh hisoblanadi mana bu joy. A nuqta desak, qarab turing. Mana bu bo'ldi x o'qi. Mana bu y o'qi bo'ldi. Demak, x o'qini ismi nima ekan? Absissa, bunisi ordinata. Ordinata o'qi ekan. Mana endi qarab turamiz. Misol uchun bu tekislikni shu koordinatalar sistemasi 4 ta chorakka bo'ladi. Nechtaga bo'lar ekan? 4 ta. Qaysi choraklar bo'ladi? Mana bu birinchi chorak hisoblanadi. Mana bu ikkinchi chorak. Bu uchinchi chorak. Bunisi to'rtinchi chorak bo'ladi. Tushunarli bo'lyapti? Sizdan biror nuqtani so'raydi. Deylik, mana shu nuqtani olamiz. Nuqta qaysi chorakda turibdi hozir? Birinchi chorakda turibdi. To'g'rimi? Endi qarab turinglar. X o'qini mana bu koordinata boshidan o'ng tomonini biz bilamiz musbat, to'g'rimi? Koordinata boshidan chap qismichi manfiy sonlardan iborat. Ya'ni misol uchun mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketsa bu yog'ichi -1, -2, -3, -4 bo'lib ketadi. -1, -2, -3 bu yog'ichi mana 1, 2, 3 bo'lib ketadi. Tushunyapsiz? Endi qarab turing, mana shu nuqtani A nuqta desam, misol uchun buni mana tushiradigan bo'lsam, 4 nechiga to'g'ri kelyapti? 5 ga. X nechiga to'g'ri keldi? 5 ga. Y nechiga to'g'ri kelyapti desam, mana yo'q borasiz. Mana misol uchun 1, 2, 3 ga to'g'ri kelyapti deb javob berasiz. Tushunarli bo'ldimi? Sizdan so'raydi, nuqtani berib qo'yadi, koordinatalarni top deydi. Birinchi x o'qini ekan, ikkinchi y o'qini yozishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Yoki joyla deydi. Deylik, mana misol uchun qarab turinglar. A nuqta boshqa bitta A nuqta deydi, B desak ham bo'laveradi. Misol uchun B nuqta, misol uchun taxminan yozyapman, bu yoqqa joylashtiramiz hozir. -2 yu 7 degan nuqta berildi. Shu nuqtani joylashtirishimiz kerak. X o'qidan nechini tanlaysiz ekan? -2 ni. Mana Y o'qidan nechini tanlash kerak ekan? 7 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bo'lsa, mana bu joy bo'lar ekan B nuqta. Tushunarli bo'ldimi? Qandaydir oldimmi? Mana misol uchun mana bu 2, bu yog'ichi 7 ga to'g'ri keladi. Qaysi chorakda joylashadi desa nima sizlar ekan? Ikkinchi chorakda joylashadi deb javob beramiz. Tushunarli bo'lyaptimi nuqtalar? Yana misol uchun. Xo'p, qaraymiz. Deylik, ixtiyoriy nuqtani yana beradi sizlarga. Koordinatasini bittasini so'raydi. Misol uchun S nuqtaning Y qiymatini top deydi. Buni qanday aniqlaymiz? Y yo'qligiga shunchaki borasiz. Nechiga to'g'ri kelib turgan bo'lsa, shuni olib ketaverasiz. 1, 2, 3, 4 ga to'g'ri kelyaptimi? Bu nechiga teng deymiz ekan? 4 ga teng bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni Y qiymati yoki ordinatasi nechiga teng desa, ordinatasi nechiga teng bo'lar ekan? 4 ga. Absissasi nechiga teng desa, misol 1, 2, 3, 4, 5 bo'lyaptimi bu? 6 mi? -5 bo'lyapti. Mana bu joy -5 deb javob berasiz. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Umumiy ikkalasini so'rasa, qausda nima bo'lar ekan? -5 u mo'ya minus bo'lishi kerak aslida. -4 deb javob berasiz. Kelishdimi? Tushunarli bo'ldimi bu? Nechta narsa o'rgandik? Demak, x o'qi absis ekanligini, y o'qi ordinata o'qi ekanligini va bu koordinatalar sistemasi, Descartes koordinatalar sistemasi deyiladi. Koordinata boshligini va 4 ta chorakka bo'lishini, nuqtalarni choraklarda joylashishini. Tushunarli bo'lyaptimi? O'zingiz tushunarli qilib yozib oling. Demak, qayta tushuntiryapman, qaranglar. Simmetriyani tushuntiraman. Simmetriya. Simmetriya o'zi hamma biladi, to'g'rimi? Misol uchun mana ikkala qo'lim bir-biriga simmetrik joylashgan. Quloqlarim, ko'zlarim, hamma tushunyaptimi? Demak, biror bir nuqtani belgilasak mana bu joydan,
Buni submetriga aynan xuddi shuncha masofada joylashadi. Tushunyaptimi hamma? Nechta ekan bu yerda? 5 ta, bu yerda ham 5 ta nuqtada joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Yetib bordimi? Yokida mana bu tomonga joylashtirishingiz mumkin xuddi shuni. Mana bu joyga. Yokida mana e'tibor bering, koordinat boshga nisbatan bo'lsa 1 2 3 4 5 taga. 4 5 mana bu joyga joylashtiramiz. Tushundinglarmi? Mana bu A bo'lsa, mana bu yerda A y ga nisbatan simmetrik. Nima bo'ldi hozir? Nimaga A y yozib qo'ydim? A ni mana e'tibor bering, A y o'qiga nisbatan simmetriga. Tushuntira oldimmi endi? Mana bu joydagi A esa nima bo'lar ekan? A x. Tushuntira olyapmanmi? Ya'ni mana A nuqtani mana o'qqa nisbatan, ya'ni o x ni o'qiga nisbatan simmetriga. Yoki de mana bu joyini o'zi A nuqtani koordinata boshiga nisbatan simmetriga, ya'ni to'g'risi bo'ladi. Koordinata boshiga nisbatan simmetrik bo'lyaptimi? Tushuntira oldimmi? Misol uchun A nuqtamizning koordinatalariga qarab turinglar. A nuqtamiz nechida turibdi? Bu yog'idan -5 turibdi, yuqoridanchi 5 ta turibdi. To'g'rimi? Mana 5. Endi e'tibor bering. Demak, buni koordinatalari -5 u 5 edi. To'g'rimi? Xuddi shu yo'nalish o y o'qiga nisbatan o'tsa nima bo'lib qoladi? 5 u 5 ga ko'chadimi? 5 u 5 bo'ldi. To'g'rimi? O x o'qiga nisbatan bo'lsa-chi, nima bo'lib qolar ekan? -5 u bu yoq pastga ham nima bo'lib qoladi? Mana -5 ga o'tib qoladi. Koordinata boshiga nisbatan bo'lsa 5 u -5 bo'lib qoladi. Tushundimi hamma? Endi qarang, mana bu narsalarni hozir bu yoqqa bir joyga yozib tushuntiraman. Xo'p, qarab turamiz hamma. Demak, bu ham kerak emas. Diqqat bilan qarab turinglar. O'zi qoidasi bor. Qanaqa qoida bor? Hozir tushuntiraman. Mana. O x o'qiga nisbatan desa, siz y ga minus qo'yib olasiz mana. X minus y bo'lib qoladi. Tushuntira olyapmanmi? O y o'qiga nisbatan desa, x ga manfiy son qo'yasiz. Y o'zgarmay o'zi yoziladi. Koordinata boshiga nisbatan deyiladigan bo'lsa, ikkalasiga ham minus qo'yiladi. Mana. Tushundinglarmi? Qarang, e'tibor beringlar mana. O x o'qiga nisbatan degan vaqtimda x ishorali x o'zi o'tdi. Mana x ning qiymati o'zi tushyapti. Tushuntira olyapmanmi? Y ning qiymati nima bo'lib qoldi ishorasi e'tibor beringlar? Minus bo'lib qoldi. Tushuntira oldimmi? Buni qaydan bilamiz ekan? Mana bu minus borligi uchun ekan. Yetib bordimi hammaga? Endi o y o'qiga nisbatan desa x ga manfiy qo'yishimiz kerak ekanmi? Nimaga bu plus bo'lib qolyapti? Minus qo'yadigan bo'lsak, mana bu minus bilan nima bo'lib ketadi ikkalasi? Plus bo'lib, plus tushyapti. Tushunarli bo'ldimi? Yozish, chizish ham shart emas aslida. Koordinata boshiga nisbatan deyilganida e'tibor beramiz. Qaranglar mana. Minusimiz plusga aylandi, plusimiz nimaga aylandi? Minusga aylandi. Bu uchalasi tushunarli bo'ldimi? O x o'qiga nisbatan desa, qaysiga minus qo'yasiz ekan? Y ga, o y o'qiga desa-chi? X ga, koordinata boshiga nisbatan desa? Eng sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, mana bu joyda yo'q harfini oldiga minus qo'yasizlar. Eslab qola olasizlarmi? Bu yerda qaysi harf yo'q? Y ni oldiga qo'yasiz. Bu yerda qaysi harf yo'q? X yo'q. Bu yerda qaysi harf yo'q? Ikkalasi ham yo'q, ikkalasiga ham qo'ying. Tushunarli bo'ldimi endi? Sizga misol beradi, qarab turinglar. Misol uchun deydi, -7 yu 8 ni deydi, o x o'qiga nisbatan simmetrigini top deydi. Bunga nisbatan simmetriga o x bo'lsa nima bo'ladi? -7 o'zgarmaydi, chunki x turibdi. Nima bo'lib qolar ekan? -8 bo'lib qolar ekan. Javobi shu bo'ldi. Bular chizishingiz ham shart emas. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Simmetrik desa. Yozib olamiz tezda. Demak, ikkinchi misol. Nechida turibdi ekan? S nuqtamiz 1 2 3 4 da S nuqta turibdi ekan. Xo'p, A nuqta qayerda turibdi? Bu yoqdan 3 da, to'g'rimi? 1 2 3 -3 da. Yu 2 dami? Mana A nuqta. B nuqtachi? Bu yoqdan 1 u 3 da turibdi. 1 2 3 mana. Pastda mana bu yer
B nuqta. Shularning koordinatalarini yoz deyapti. Qaranglar, mana A nuqtaning koordinatasi, e'tibor bering, x o'qidan -3, y o'qidan -2. Mana -3 u 2 bo'ldi, shu javobi. B nuqtanikini yozib qo'ysangiz, qarab turing. X o'qidan 3, to'g'rimi? Y o'qidan nechida turibdi mana? -1 da turibdi. Demak, 3 u -1. S nuqtaning koordinatasini yozmoqchi bo'lsangiz, nechida turibdi? X o'qidan 0 da. Shunga hushyor bo'linglar mana. X o'qidan qayerda turibdi ekan? X o'qidan 0 da, y o'qidan nechida turibdi? 4 da. Demak, 0 u 4 bo'ladi. Boshladik. Nima deyapti? -1 u 7 nuqtani qaysi o'qqa nisbatan? A, Y o'qiga nisbatan simmetrik ko'chirishdan hosil bo'lgan nuqtaning koordinatasini toping deyapti. Aslida bilamiz javobini. Nima bo'lishi kerak javobi? X ishorasini o'zgartiradigan bo'lsak, 1 u 7 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Endi keling, ikkala nuqtani ham koordinataga belgilaymiz. -1 u 7 degan nuqta mana bu joydan -1 ni olsam, 7 1 2 3 4 5 6 7 ga ko'chadi. Mana bu joy o'sha biz kerakli nuqta ekan. Endi shu nuqtani o Y o'qiga nisbatan simmetrik biz ko'chirib olsak, mana bu nuqtaga o'tadi. Ko'rinib turibdiki, bu haqiqatda 1 ga tushdi va bu joydan 7 nima qilgani yo'q, o'zgargani yo'q. Demak, javobimiz to'g'ri. Tushunarli bo'ldimi? Keyin yana bitta misol ko'ramiz. Misol uchun 16-misolga e'tiboringlarni qaratinglar. 16-misolda demak -1 u 9 nuqtani qaysi nuqtaga nisbatan debdi, qayerga nisbatan debdi? Koordinata boshiga nisbatan debdi, to'g'rimi? Biz javobini bir yo'la yozib oladigan bo'lsak, 1 u -9 bo'ladi. Nimaga ikkalasini ham ishorasini o'zgartirdim? Chunki bu yerda x ham y ham yo'q. Endi keling shu nuqtani topamiz. -1 u 9 teparog'idami? Shu yerda bo'lib qolyapti misollarimiz hammasi to'g'ri kelganligi uchun. Demak, 8 9 mana bu nuqtami? Xuddi shu nuqtani koordinata boshiga nisbatan simmetrik ko'chirmoqchi bo'lsam, 9 birlik pastga tushaman, to'g'rimi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birlik va 1 birlik 10 ga yurishim kerak, to'g'rimi? Mana bu joy bo'ladi. Simmetrik ko'chdi mana. Endi bu nuqtani haqiqatda koordinatasi mana bu joy -9, yuqorisi esa 1. To'g'ri bo'ldimi? Qiyin emas ekanmi bu? Shunchaki simmetrik ko'chirsak kifoya. Yodlab qolishni yo'lini aytdim. Qaysi harf yo'q bo'lsa, o'shani ishorasini o'zgartirsangiz kifoya. Tushunarlimi? Faqat ismlarni ham eslab qo'yinglar. Mana bu absissa, ordinata, koordinatalar bosh. Aynan OY, OX deb aytmaydi-da sizga. O'sha ism bilan so'rash ham mumkin savolni. Tushunarlimi? Ketdi bular. Xo'p, bular bo'lgan bo'lsa, yozib oldinglar. Boshlandi. Qaranglar. Bitta zo'r narsa tushuntiraman sizlarga. Y bitta joy tashab qo'ydim, ketdi bu yoqqa. Joy bor, joyning kvadrati bor, qo'shilgan 5, yana bitta joy bor. Bu suyak. Misol uchun-da, yana misol uchun mana ko'paytirishi bo'ladi, +7. Ha? Qarang, joy desam, joy bo'lyapti. Shu joyning o'rniga x yozsangiz, mana shu joyga x yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Agar xuddi shu joyga a yozmoqchi bo'lsam, mana a yozishingiz kerak bo'lsa, nima yozib chiqasiz ekan bu joyga? Hamma x larning o'rniga a yozib chiqasiz. A ning kvadrati +5 ko'ra a plus necha ekan? 7. Tushunarli bo'ldimi? Qarang. Misol uchun shu joyga 2 yozmoqchi bo'lsangiz, ketdi. 2 ning kvadrati +5 kara 2 +7. Natijani hisoblash kerak bo'ladi. Necha? 4 +10 +7 barobar 21. Tushunarlimi? Bu yo'g'ini hisoblaganimiz tushundikmi? Xo'p, sizdan so'raydi, qarang. Sizdan mana bunga o'xshagan funksiyani berib qo'yadi-da. Berib turib, x ni deydi. X ni 3 degan qiymatida hisobla deydi. Tushuntira oldimmi? Siz nima qilasiz? Bu funksiyadagi x larning o'rniga necha qo'yib chiqasiz ekan? 3 qo'yib hisoblashingiz kerak. Ya'ni y 3 deysiz, barobar deysiz, 3 ning kvadrati qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 3 +7 ni hisoblab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Natija 3 ning kvadrati 9 +15 +7 barobar 31.
To'g'ri hisobladimmi? Oson ekanmi? Qiynmasa, buni tushungan bo'lsanglar, endi qarab turibdi, misol ko'ramiz. Xo'sh, shu joyda 25 bo'laveradi. 25-misolga qaraymiz hamma. 24 ni ko'raylik. 24 kasrlik, u ham bo'laveradi. Demak, yx barobar ko'rinishini qaranglar. 2x plus 7 mahrajda x minus 1 ni x teng nechidagi qiymat kerak ekan? 4 dagi qiymat kerak ekan. Siz nima qilasiz demak? Y 4 qilasiz barobar 2 kara x o'rniga 4 qo'yamiz plus 7 mahrajda 4 ayrilgan 1. Bo'ldimi? Bu yo'qni nima qilish kerak endi? Hisoblab qo'yish kerak. 4 kara 2 8 plus 7 mahrajda 4 dan 1 ayirsak 3. Bunga qo'shsak 15, 15 ni 3 ga bo'lsak javobimiz nima chiqar ekan? Mana 5 degan javob chiqadi. Qiyin emasmi bunday misollarimiz? Har qanaqa tip bo'lsa ham mana bu joyda funksiyani qiyin darajada tuzishgan bo'lsa ham faqat x larning o'rniga 4 qo'yib hisoblab qo'ysangiz bo'ldi. Necha so'ragan bo'lsa shu bo'yicha. Kelishdikmi? Xo'p. Endi teskarima chekkani so'rash mumkin. Qaranglar. 29-misolda ham bitta ko'rib ketamiz. X ning deydi, x ning qanday qiymatida deyapti? Y barobar x kvadrat funksiya, mana buni ajratib qo'yaman. Kela shuni bitta ish qilaylik. Mana bu bilan kichikroq olsam. Ning qiymati mana shu holatda, mana bu ifodaning qiymati necha bo'lish kerak ekan? Shu funksiyaning qiymati desa, y barobar 4 bo'ladi degani. Ya'ni qiymati degani y ning natijasi bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Endi qanday ishlaymiz? X ni o'rniga necha qo'ysang 4 chiqadi deyapti. Ikkiligini tushunyaptimi hamma? Qayerdan bilyapmiz ikkini? Chunki kvadrat yoki bilmasangiz quyidagicha ish qilasiz. Qaranglar. X kvadrat teng necha desa ekan? 4 desa ekan. Va bu vaziyatda javob 2 ta chiqadi. Plus minus 2. Nima uchun plus minus qo'ydim? Kvadrati bo'lganligi uchun, ya'ni minus sonni ham, plus sonni ham kvadrat necha bo'ladi baribir? 4 bo'laveradi mana bu yerda. Kvadrat ko'targanimizda. Plus bo'lib ketadi. Tushunarli bo'ldimi 29 ham? Yaxshi, yozib qo'yinglar. Boshladik. Qaraymiz. Chiziqli funksiya deyilishiga sabab mana y barobar ax plus b yokida odatda mana bu a emas k deb yuritiladi. Kx plus b ko'rinishida bo'ladi. Nimaga buni chiziqli funksiya deymiz? Chunki grafigi to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Mana misol uchun grafikini chizadigan bo'lsak, qarab turinglar. Kichikroq chizaman endi. Xo'p. Shu funksiyaning grafigi mana bunday bitta to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Endi bu joyda to'g'ri chiziqdan iborat bo'ldi, ikkita joyda kesib o'tyapti. Ko'rdinglarmi? Mana. Shu kesib o'tayotgan joylarini topib olsak, grafikini chizish juda ham oson chiqaveradi. Qanday topamiz? Yokida umuman ixtiyoriy ikkita nuqtasini topsangiz kifoya. Mana bitta nuqta, ikkinchi nuqtani topib, ikkita to'g'ri shuni to'g'ri chizsangiz bo'ldi. Tushuntira oldimmi? Qarang. Grafik chizish uchun yozib bersizlar. Grafik chizish uchun mana grafik oxiriga yozmadim, chizish uchun quyidagi ishlar amalga oshiriladi. Qarab turing. X, y deysiz, mana bunday chizib turib, shuni jadval tuzib olasiz. 2 dona nuqta topsangiz kifoya. Nechta nuqta topish kerak ekan? 2 dona nuqta topish kerak ekan. Nechadir qo'yasiz? Mana 0 qo'yasiz, 1 qo'yasiz. Qo'yish mumkin bo'lsa albatta. 0, 1 qo'yamiz, javoblar topiladi. Bu yerdan ikkala nuqtani belgilaymiz. Natijada grafik chizsak bo'laveradi. Misol uchun bitta misol ko'ramiz. Yana taxmin so'raying, mana ketdi, qarab turinglar. Y barobar 2x minus 1 funksiyaning grafikini chizishimiz kerak. Demak, nima ish qilamiz ekan? X, y deb yozib, ikkita nuqta topishimiz kerak ekan. 0 qo'ysam, necha chiqadi? X o'rniga 0 qo'ysak, bu 0 bo'lib ketib, minus 1 chiqadi. 1 qo'ysamchi? 2 dan 1 ayirib yuborsak 1 chiqadi. Endi o'sha
0 u -1 nuqtani belgilayman. X o'qidan 0, Y o'qidan necha ekan? -1. Mana shu nuqtani belgiladim mana. Tushundingmi hamma? Endi 1 u 1 nuqtani belgilayman mana. Bu 1 bo'lsa qayer bo'ladi? Mana shu joy bo'ladi. Tushunyaptimi hamma? Shu ikkalasidan o'tuvchi nimani chizib qo'yishim kerak bo'ladi? To'g'ri chiziq chizib qo'yishim kerak bo'ladi mana. Shu to'g'ri chiziq. Tushuntira oldimmi endi mana? Mana shu to'g'ri chiziq mana bu funksiyamizni nimasi bo'lar ekan? Grafigi bo'laveradi. E'tibordami hammaga? Qiyin narsa emasmi? Demak, qaytaryapman. 2 dona nuqtasini aniqlaysiz, ikkala nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziqni chizasiz kifoya. Kelishdikmi? Misol uchun yana mana bunday funksiya berilsa-chi. 5x ni o'zi, yonidagisi yo'q. Bu ham farqi yo'q. Baribir siz mana shu chizasiz. Qarang. Misol uchun x y deysiz yana ketdi. 0 qo'ysangiz 0 bo'ladi, 1 qo'ysangiz necha bo'ladi? 5 bo'ladi. Ya'ni 0 qo'yganimda 0 shu joyda o'zi, tushunyapsizmi? 1 qo'yganingizda necha ekan? Mana 1 qo'yganingizda 5. Misol taxminan yozaman. 1 bo'lsa, 5 bo'lsa, mana shu joydan o'tadi. Ikkalasidan o'tuvchi to'g'ri chiziqni nima qilib qo'yasiz mana? Chizib qo'yasiz. Qiyin emasmikan? Ikkita nuqtani topasiz, chizg'ichni qo'yasiz, chizasiz. Tamom. Tushundikmi? Xo'p, endi yana boshqacha so'raydi. Grafikini beradi. Qarab turinglar. Funksiyasini so'raydi. Misol uchun, diqqat bilan qarang. Xo'sh, mana bu joydan o'tsin bittasi bu joydan o'tsin. Shu ikkalasidan o'tuvchi to'g'ri chiziqni chizib qo'yadi sizga. Bularni ne qilib ko'rsatib qo'yishadi. Ne qilib turmaydi? -2 -1 4 2 qilib ko'rsatib qo'yadi-da, shu narsa bo'ladi xolos, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Javoblarda ABCda funksiyalar turadi. O'sha funksiyalarni topib olishingiz kerak. Uni qanday amalga oshirasiz? Quyidagicha. Mana buni yozib olasiz doim. Y barobar kx plus nima dedim? B yoki L, farqi yo'q. Kx plus b ni yozib olasiz. Ana endi ikkita nuqtani qo'yib chiqasiz. Tenglamalar sistemasi o'tdik bundan oldingi mavzumizda. Eslayapsizlarmi? Mana birinchi nuqtamizda x necha ekan? 4 ekan. Ya'ni k ko'paytirilgan 4 plus b nechaga teng bo'lib qolar ekan? Y necha ekan? 2. Keyingisi, ikkinchi nuqtani qo'yasiz. X necha ekan? K ko'paytirilgan -1 plus b teng necha ekan? -2 ekan. Mana bu sistemadan k bilan b ni topa olamanmi men? To'g'ri? Shunchaki ayirib yuborsam, b ayrilib ketadimi? 4 tadan minus bittasi ayrilib ketsa, nechta qoladi? 5 ta k qoladimi? Bundan bu ayrilib ketsa-chi? 4 qoladi. K ni o'zi necha ekan demak? 4 bo'lingan 5. Olib kelib buni qayerga qo'yaman? K ni o'rniga qo'yamiz. Qo'ysak, demak 4 bo'lingan 5 ko'paytirilgan 4 plus b teng necha bo'lyapti? 2 ga. Bu yerdan b ni o'zini topib qo'ysak, 16 taqsim 5 ni 2 dan ayirib yuborsak necha bo'ladi? Yozaymi? 2 minus 16 taqsim 5. Natijasi minusdan 6 taqsim 5 bo'ladi, to'g'rimi? Mana. Endi 10 ni o'rniga yozib qo'yaman. Funksiyaning ko'rinishini qaranglar. Y barobar k ni o'rniga necha yozasiz ekan? 4 taqsim 5. X minus 6 taqsim 5. Mana bu funksiyaning grafiki bu ekan. Tushundimi hamma? Qayta tushuntiraman. Ikkita nuqtasi ma'lum bo'ladi odatda. Tushunyapsiz? Shu ikkala nuqta ma'lumligiga ko'ra siz sistema tuzib olasiz. Sistemani hal qilasiz, olib kelib o'rniga qo'yasiz. Tushundikmi? Ikkita etap. Sistema ishlab, olib kelib qo'yib qo'yish kerak. Yozib oylab bunisini. Xo'p, boshladim. Qaraymiz. Diqqat bilan qarab turinglar. Birorta mana bunday funksiya beradi. Y barobar kx plus 7 ko'rinishda funksiya beradi. Agar shu funksiya deydi -2 u 5 nuqtadan o'tsa deydi, k ni qiymatini so'raydi. Savol tushundinglarmi? Siz nima qilasiz? X ni o'rniga -2 ni olib kelasiz, y ni o'rniga 5 ni olib borib qo'yasiz.
Tushunarlimi? Hisoblaysiz keyin mana 5 barobar k ko'paytirilgan minus 2 plus 7 mi? Hisoblayapman mana. Minusdan 2k teng 5 ayrilgan 7 bo'lib qoladimi? Hamma tushundimi? Kelar to'g'ri yoza qolay shuni. Mana. Qarang. Buni bu tomonga olib o'tsam 2k, to'g'rimi? Bu tomonda 7 minus 5 bo'ladi. 2k teng 2 bo'lsa, k ni o'zi necha chiqyapti demak? 1 degan javob chiqadi. Demak, k ni o'rniga 1 qo'ysak, funksiya albatta shu nuqtadan o'tar ekan. Javob tushunarli bo'ldimi hammaga? Topish muammo emas bu. Xo'p, bu muammo bo'lmasa, tushunmagan bo'lsanglar, yana navbatdagisini tushuntiraman. Qaranglar. Endi eng muhimlaridan bittasi ikkita nuqta beradi sizlarga. Misol uchun, x1, y1, x2, y2 nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuz desa, qarang, quyidagi formulaga qo'yib qo'ysangiz kifoya. x minus x1, x2 minus x1 barobar y minus y1, y2 minus y1 formulaga qo'ysangiz javob chiqaveradi. Bundan boshqa yo'li ham bor. Formulaga ham boshqa yo'liga ham qo'yib ishlayveraman. Qarab turamiz. Misol uchun 1 u 2 hamda misol minus 7 yu kela qiynamay hozir. Tak. 3 u 1 nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuz dedi. Misoli bu. Qarang, nima qilamiz? Formulaga qo'ymoqchi bo'lsam, x yozaman ekan. x1 necha ekan bizda? 1. x2chi 3. Bunga qarab aytinglar. Tushunarligi? X ayrilgan 1, mahrajda 3 ayrilgan 1 barobar y ayrilgan y1 nechiga teng? Mana bunga qarab aytasizlar. 2 ga teng. y2chi 1 ayrilgan 2. Shuni soddalashtirib qo'ysangiz bo'ldi, shu tenglamaga keladi. Demak, hisoblasam, bundan kelib chiqyapti. Xo'sh? Ha. Xo'p, yozsak. Proporsiya qo'yamiz yoki soddalashtirib oling. X minus 1 taqsim 2 teng bo'lyapti. Y minus 2 taqsim minus 1 mi? 2 ni ko'paytirib yuborsam 2y minus 4. Tushunyapti hamma? Teng minus 1 ni bunga ko'paytirsak minus x plus 1. 2y ni o'zini topib qo'yadigan bo'lsam, nima bo'ladi? 4 bu yoqqa o'tadi. Minus x 4 plusdan o'tib 1 ga qo'shiladi, necha bo'ladi? 5. 2 ni bo'lib yuborsangiz, y barobar minus x plus 5 bo'lingan necha bo'lar ekan? 2. Tushunarli bo'ldimi? Buni topib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Javob shunaqa ko'rinishda bo'ladi odatda. Qiyin emasmi? Endi yana bitta yo'li, xuddi shu nuqtalardan o'tuvchi tenglamani tuzishingiz uchun quyidagi narsaga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Qarab turinglar. Diqqat bilan. Xo'p, ketdi. Misol uchun nuqtani qayta yozib olaman mana. Demak, xo'p. 1 u necha ekan? 2 hamda 3 u 1. Haligi funksiyamiz esimizdanmi? Y barobar kx. Kx plus b dedim, to'g'rimi? Ikkalasini ham qo'yib chiqasiz navbatdan. Birinchi bu nuqtani qo'yamiz. Demak, 2 ga teng ekan, qachonki to'g'ri yozsam ham bo'laveradi mana bunday qilib qaranglar. Birinchi x ni qo'yaman. K ko'paytirilgan 1 plus b teng bo'lish kerak ekan nechiga? 2 ga. Keyingisini qo'yaman. K ko'paytirilgan 3 plus b teng bo'lish kerak ekan nechiga? 1 ga. Mana sistema. Ayirib yuboramanmi bularni? Bala yo'g'ib ketadi-da. Ayirib yuborsam, bitta k dan uchtasini ayirsam minusdan 2 ta k qoladimi? Tushunyaptimi hamma? Teng nechiga bo'lyapti? 1 ga. Bu yerdan k ni o'zini topib qo'ysak minus 1 taqsim 2 mi? K ni olib kelib qayerga qo'yasiz? Mana buni o'rniga qo'yish kerak. Qo'ysam, minus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 plus b teng nechiga? 2 ga. B ni o'zini bir yo'l aytadigan bo'lsak, 2 dan nechini ayirishim, 2 ga yarmni qo'shishim kerak ekan-a? Demak, mana necha bo'ladi mana? 2 ga qo'shishim kerak 1 taqsim 2 ni. Natijada 2,5 mi? Tushunyapsizlarmi? Necha bo'lyapti? 5 taqsim 2. Tushundikmi hamma? Qayerdan keldi? Bunga 2 tadan tegadi. 2 kere 2 4, 1 ni qo'shsam 5. Endi o'zini yozib qo'ysam, qayta mana buni o'zini yozib qo'ysam, y barobar x k ni o'rniga necha qo'yaman ekan? Minus 1 taqsim 2 x b ni o'rnigachi plus 5 taqsim 2.
O'xshashmi ikkala funksiya yo boshqami? Boshqami? Aynan bitta narsa, to'g'rimi? Bundagi umumiy mahraj ko'rinishi turibdi xolos. Tushunarli bo'ldimi? Ikkala ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Yo bunda o'tib ham qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ikkala usul ham tushunarlimi? Bizning formulamiz mana bu joyda o'zida. Mana. Formulasini berdim, ishlanish yo'lini berdim. E'tibordimi hammaga? Ha. Bularga e'tibor qaratib qo'yamiz. Yozib oling tezda bularni.